여러분, 안녕하세요. 힙스토픽 imtihoniga kirayotgan o'quvchilarimiz juda ko'p va sizlar uchun aynan 2026 yil tuzilgan yangi kitobdan ipstopik test tahlilini qilib ko'ramiz va bu siz imtihon muhitini yaxshiroq his qilishingiz uchun, oldindan bir tayyorgarlik ko'rishingiz uchun sizlarga foyda bo'ladi deb o'ylayman. Demak, ipstopik imtihoniga kirganimizda bizni o'zimizni ism familiyamiz yozilgan mana shunday planshet bo'ladi. Albatta reklamasiz yoribman. Bu приложение reklamali bo'lgani uchun reklamani o'tkazib yuboramiz va start ham. Demak, boshlashni bosamiz. Boshlashni bosgandan bizga demak 40 ta test chiqib keladi. Xuddi mana shunaqa holatda. Demak, siz ipstopik imtihonidaman deb tasavvur qilib testni ishlasangiz bo'ladi. 40 ta testni 20 tasi ilki mana boshida reading deb qo'yibdi. Keyingisi listening, ya'ni 21 dan toki 40 gacha bu titki. Men ko'pincha titkini birinchi ishlashni maslahat beraman, yorobun, chunki titkida ko'proq diqqat jalb qilish kerak. Quloqimizni diqqat bilan eshitib titkini bajarishimiz kerak. O'quvchilarimga ham har doim titkidan boshlab bajarishni tavsiya qilaman. Vaqtni boshqarishni o'rganing. E'tibor qilayotgan bo'lsangiz, o'ng tarafda tepada o'zi bizga vaqtni ko'rsatib ketyapti. Mana 50 minutdan teskariga qarab sanab boshlaydi. Titkida tavsiya qilaman, o'tkazib tushunmagan savolingizni ham o'tkazib yubormang. Bittada belgilab keting. Chunki 2 marta qayta o'qigandan keyin u sizga qayta o'qib bermaydi. Ilkida esa buni imkoni bor. Siz bemalol ilkini tushunmaganingizni o'tib ketib, keyin masalan o'ylash kerak bo'lgan testlarga vaqtingiz bo'lsa qaytib kelib o'ylab javob bersangiz bo'ladi. Demak, xuddi shu tartibda titkidan boshlab ko'ramiz. Menimcha ovozim yaxshi eshitilyapti. Xo'p, 21-test, bizga tushgan test hozir birinchi bo'g'in aytilgan va ikkinchi bo'g'inlar variantlarda ko'rsatilgan ekan. So, cha, sa hamda cha degan bo'g'inlar bor ekan. Eshitib ko'ramiz. Yo'qsa. Demak, yo'qsa tarix degan so'zni aytdi bizga. Yo'qsa dedi. Demak, 3 ni belgiladi. Har doim mana shu trekni qo'ymasdan oldin variantlarni o'qib olishni tavsiya qilaman. Shundagina siz yaxshiroq tushunasiz. O'zi gap nima haqdaligini variantlardan anchagina ma'lumotga ega bo'lasiz. Demak, yo'qsa o'tkazishni bosamiz. Ya'ni nextdan keyingi savolga o'tadi va bunda ham xuddi o'sha usulni avval variantlarni o'qib olamiz, keyin titkini qo'yamiz. Chunki titki bir qo'yilganda 2 marta aytadi va uni to'xtatib ham, yana qayta eshitib ham bo'lmaydi. Demak, chanmul, sanpul, nonmul hamda kommul degan so'z ekan. Eshitib ko'ramiz. 콘물. 콘물. Demak, kommul so'zi ekan. Ya'ni burun suvi deyiladi. Burun orqalidagi suv. Boshqa so'zlarga ham e'tibor qilaylik. Chanmul, sovuq suv. Ya'ni chada, sovuq so'zdan olingan, sovuq suv. Keyingisi sanpul, tog'dagi yong'in, ya'ni san tog' bo'lsa, pul yong'in. Nonmul, guruch dalasi, nonmul. Non degani guruch dalasi. Endi guruch dalasidagi suv bo'lyapti-da, sholi dalasidagi suv. Oxirgisi esa, demak, boya tarjimasini aytdik. Keyingisiga o'tamiz. 23. 4 ta rasm turibdi ekan. Buni demak, qarab bilib olishimiz mumkin. Birinchisi Shinmun gazeta, chek kitob, Fongchek daftar hamda tonpul. Demak, eshitib ko'ramiz. 이것은 신문입니다. 이것은 신문입니다. Demak, igosin shinmunimnida hamma tushundi. Demak, birinchi variantni belgilab ketamiz. Eshitib ko'ramiz. Rasmlar, demak. 이것은 주전자입니다. 이것은 주전자입니다. Gapga e'tibor qilsangiz, demak, oshxonadagi idishlar ekan. Proyipin. Birinchisi, masalan, tova, cho'zonja, choy qaynatadigan choynik, keyingisi qirit, kosa,
yoki guruch idishi bo'lsa kongi deb ham ataladi va nembe qozon. Demak, ikkinchi javobni belgilaymiz va keyingi savolga o'tamiz. Bu yerda endi harakatlar kelyapti. O'xshash bo'lgan harakatlarni qandaydir qurilish sohasida bajarilayotgan ishlar ekan. Demak, eshitib ko'ramiz. 관을 배치하고 있어요. 관을 배치하고 있어요. Demak, yorug'un pitchada degani joylashtirmoq degani. Ya'ni quvurni joylashtiryapti deb ishlatdi. Demak, ikkinchi javobni to'g'ri deb belgilaymiz. Xo'p, bu yerda ham sport harakatlari ketyapti. Eshitamiz. 공을 차고 있습니다. 공을 차고 있습니다. Demak, to'pni chada tepmoq. To'pni tepyapti degan javob uchinchida futbolga aloqador bo'lgani uchun 3ni belgilaymiz. Davom etamiz. 관장님, 테이블 톱 날물이 무뎌졌어요. 새 날로 교체해야 할 것 같아요. 잠금 레버를 누른 상태에서 천천히 날을 돌리면 빠질 거예요. 손은 조심하고요. 관장님, 테이블 톱 날물이 무뎌졌어요. 새 날로 교체해야 할 것 같아요. 잠금 레버를 누른 상태에서 천천히 날을 돌리면 빠질 거예요. 손은 조심하고요. Yorug'ini to'xtatib bo'lmaganligi uchun 2 marta yaxshi eshitdik. Endi tarjima qilib berishga harakat qilaman. Demak, Pangjanim deb gap boshladi. Ya'ni yigit kishi gap boshladiki, Pangjanim tabletop namuri mudochossoyo. Bu degani mana shu arra, ya'ni stol arrasi, namuri degani o'sha tishlari, ya'ni tishi, o'sha pichog'i desak bo'ladi. Nima bo'libdi? Demak, mudochossoyo degani o'tkirligi ketibdi, ya'ni o'tmaslashib qolibdi degan gapni aytyapti. Va qiz bola javob beradiki, senallo kochiya halgo kattayo. Yangi pichoq bilan almashtirish kerakga o'xshaydi. Xo'p, changim reporil nurun sangtezo. Demak, bu gapni ham ayol kishi aytdi. Ya'ni qulflash rechagini bosib turgan holatda chonchoni narin tollimyon. Demak, sekin asta pichoqni aylantirasiz va pajil qo'yi chiqib ketadi deyapti. Va oxirida nima dedi? So'nil cho'shimagoyo, qo'lingizga ehtiyot bo'ling dedi. Demak, stol arrasi haqida gap ketayotganligi uchun javob 2 bo'ldi. Keyingisi, demak, bu yerda ham qurilishda qayerdadir bo'layotgan ish harakat ekan. Eshitib ko'ramiz. 마두카루 씨, 무엇을 하고 있어요? 석탄을 부수고 있어요. 마두카루 씨, 무엇을 하고 있어요? 석탄을 부수고 있어요. 여러분. Soqtanil pusuda degani bu ko'mirni bo'laklamoq, sindirmoq degan ma'noda keladi. 4-variantga e'tibor qilsangiz, qora ko'mir ko'rinib turibdi va buni bo'laklayotgani aks etgan. Shuning uchun javob 4ni belgilaymiz. Davom etamiz. Keyingisi, endi bunaqa testlarga e'tibor qiling. Hech qanday rasm yo'q. Titki, javoblar ham titkidan iborat. Demak, bu holatda biz birinchi savolni eshitamiz. 시계가 고장 났는데 고칠 수 있을까요? 시계가 고장 났는데 고칠 수 있을까요? Demak, soatim buzilganga o'xshaydi. Tuzatish mumkinmikin degan savolni beryapti. Endi shunga mos javobni topishimiz kerak. Soatim buzilganga o'xshaydi. Tuzata olamazmikin, tuzatish mumkinmikin degan savol. 네, 한번 사볼게요. Bir bor sotib olib ko'ray. 네, 한번 사볼게요. Bu to'g'ri javob emas. 네, 한번 고쳐볼게요. 네, 한번 고쳐볼게요. Bir bor tuzatib ko'raman, tuzatishga urinib ko'raman degan ma'noda kelyapti. Demak, mana shu javob mos bo'ldi. Qolganlarni ham eshitamiz. 아니요, 시계가 있을 거예요. 아니요, 시계가 있을 거예요. Yo'q, soatingiz borga o'xshaydi. Bunaqa bo'lmaydi. Javob. Keyingisi. 아니요, 시계를 고칠 줄 알아요.
아니요, 시계를 고칠 줄 알아요. Yo'q deyapti, soatni tuzatishni bilaman deyapti. Yo'q deb javob berganligi uchun 4-variantni ololmaymiz. Bizga ikkinchi variant to'g'ri hisoblanadi. 두루가 씨는 어디에서 일해요? 두루가 씨는 어디에서 일해요? Demak, savol oddiy bo'ldi. Durupachinin odiyso eri yo'q. Qayerda ishlaysiz? Demak, odiyso deganda, demak, qandaydir joy nomini aytadi. O'sha joyda eso ishlayman. Eso eri yo'q. Shu javobni qidirishimiz kerak. Aynan qayerdaligini tushunish shart emas. Bunaqa testlarda eso eri yo'q. Da ishlayman. Biron joyda degan mazmunda kelsa bo'ldi. E'tibor qilamiz. 굴 양식장에서 일해요. 굴 양식장에서 일해요. Kul yangshikchang, ya'ni mandarin yetishtirish joyida ishlayman deb javob berdi. Mana shu javob to'g'ri. Chunki joyni aytdi-da. Yangshikchang eso ereyo. Ikkinchisini eshitib ko'ramiz. 밤부터 새벽까지 일해요. Mm. 밤부터 새벽까지 일해요. Tundan tonggacha ishlayman deyapti. Savolda unaqa savol berilmadi. Masalan, onjikacha ereyo, qachongacha ishlaysiz degan savol bo'lmagani uchun ikkinchi javob xato. 가족들하고 같이 일해요. 가족들하고 같이 일해요. Oilamdagilar bilan birga ishlayman. Kim bilan birga ishlaysiz? Nuguhako qatchi ereyo degan savol bo'lmadi. Bu ham xato. 휴일도 없이 매일 일해요. 휴일도 없이 매일 일해요. Demak, dam olish kuni ham yo'q, har kuni ishlayman. Bu javob ham xato. Davom etamiz. Keyingisi, demak, ko'ryapsiz, yorug'im 29dan 32gacha deyapti. Ta'min ko'chilmuni almazin tedabir ko'rish. To'g'ri javobni tanlang deyapti. Savol berilyapti, javoblar variantda turibdi. Eshitamiz. 기숙사가 멀어요? Oson savol ekan. 기숙사가 멀어요? Kisuksaga moroyo. Yotoqxonangiz uzoqmi degan savol keldi. 아니요, 가깝지 않아요. 아니요, 가깝지 않아요. Buni to'g'ri deb tanlab qo'ymang, yorug'im. Nima uchun deganda, yo'q, yaqin emas deyapti. Uzoqmi desa, ha, uzoq deb javob berish mumkin edi yoki yo'q, uzoq emas deb javob bersa to'g'ri bo'ladi. Yoki yo'q desa, anyo bilan bersa kakavoyo deganda to'g'ri bo'ladi. Bu esa anyo kakapji anayo deyapti. Grammatik nuqtai nazardan to'g'ri bo'lmagan javob bo'lyapti. Ikkinchisini eshitamiz. 아니요, 멀지 않아요. 네. 아니요, 멀지 않아요. Yo'q, uzoq emas. Uzoqmi? Yo'q, uzoq emas. Mos bo'lgan javob topildi, yorug'im. Yana eshitib ko'ramiz qolganlarni ham baribir. Lekin testda siz javob topsangiz, ishonch hosil qilsangiz, keyingisiga o'tib ketishingiz mumkin. Keyingisiga o'tsa bo'ladi. 네, 기숙사가 커요. 네, 기숙사가 커요. Ha, yotoqxona katta degan javob bo'ldi. Kattami deb so'ragan yo'q, uzoqmi deb so'ragan. 네, 기숙사가 많아요. 네, 기숙사가 많아요. Ha, yotoqxona ko'p. Bu ham to'g'ri javob bo'la olmaydi. Keyingisiga o'tamiz. Xo'p, eshitib ko'ramiz savolni. 용접 작업을 언제부터 했어요? 용접 작업을 언제부터 했어요? Demak, yong'oq chaqoq degani bu svarka ishi degani. Svarka ishini qachondan boshlab qilyapsiz deyapti. Yong'oq chaqoq을 언제부터 했어요? Eshitib ko'ramiz. 1년쯤 되었어요. Bir yillar bo'ldi. 1년쯤 되었어요. Javob bo'la oladi. Davom etamiz. Keyingilarni eshitib ko'ramiz. 반장님에게서 배웠어요. 반장님에게서 배웠어요. Boshlig'imdan o'rganganman. Kimdan o'rgangansiz degan savol bo'lmadi. Boshlig'imdan o'rganganman. 근처에 있는 회사에서 했어요. 근처에 있는 회사에서 했어요. Shu atrofdagi firmada ishlaganman. 용접 작업이 금방 익숙해졌어요. 용접 작업이 금방 익숙해졌어요. Yong'oq chaqoqga darrov moslashganman, ya'ni tez o'rganganman, moslashib ketganman. Iksukhada degani moslashmoq degani. Svarka ishiga tez moslashganman dedi. Bizga esa
qachondan beri ishlayapsiz degan savol edi. Demak, 50-4 bir yil bo'ldi degan birinchi javob to'g'ri bo'ldi. Keyingisini ham eshitamiz. Demak, bunda nimani topishimiz kerak ekan, 여러분? Tamil tutko iojinin ma'ril ko'rishibshu. Davom etadigan gapni toping deyapti. Ya'ni nimadir aytilgan suhbatdan keyin davom etadigan gap eshitamiz. 어제 산 사과가 맛있어요? 어제 산 사과가 맛있어요? 네. Oji san sarg'aga 맛있어요. Kecha sotib olgan olma mazalimikan deb so'rayapti. 한번 드셔보세요. Bir bor yeb ko'ring deyapti. Ya'ni 한번 mazalimi desa, 드셔보세요. bir bor yeb ko'ring degan javob. Hanbon 드셔보세요. javob bo'lishi mumkin. Davom etadigan gap yorug'i. Keyin. 네, 사과가 비싸요. 네, 사과가 비싸요. Ha, olma qimmat. Javob bo'la olmaydi. 사과 한 개에 10,000원이에요. 사과 한 개에 10,000원이에요. Olmani bir donasi manoniyo 10,000 won deyapti. Demak, narxini so'ramagani uchun bu ham javob bo'ladi. 아니요, 사과가 맛있어요. 아니요, 사과가 맛있어요. Anyo bilan boshlagani uchun xato. Anyo yo'q deyapti. Yana lekin bu yoqda ma'qullayapti. Yo'q degandan keyin inkor gap aytish kerak edi. Xato. Shuning uchun bir deb belgiladik. Davom etamiz. 이 장갑 얼마예요? 12,000원이에요. 생각보다 비싸네요. 좀 깎아주세요. 그럼 10,000원만 주세요. 네, 여기 있어요. 이 장갑 얼마예요? 12,000원이에요. 생각보다 비싸네요. 좀 깎아주세요. 그럼 10,000원만 주세요. 네, 여기 있어요. Demak, nimani so'radi? Demak, changapni so'radi. Narxi qancha dedi. Demak, man 2,000 yo'q. Demak, 12,000 won degan javobni berdi. Demak, changapni narxi 12,000 dedi. Qiz esa o'ylaganimdan ko'ra qimmat ekan. Biroz tushirib bering. Chunki cho'sayo degan edi. Javob bo'ldiki, unda dedi. Man won cho'sayo. Quruq, man cho'sayo. Demak, 10,000 won bering dedi. Biz esa o'sha 10,000 wonni tanlaymiz. Man won ikkinchida turgani uchun mana shu javobni tanlaymiz. Davom etamiz. Endi soatlar. Soatlarga qo'yishdan oldin bir e'tibor qilib oling. Demak, birinchisida og'u, se, she. Tushlikdan keyingi 3. Keyingisi og'u, ne, she. Tushlikdan keyingi 4. Keyingisi og'u, se, she, pan yoki se, she, 30 pun deb aytsak ham bo'ladi. Pan desak ham bo'ladi, yarim desak yoki 30 pun 30 daqiqa o'tdi. Keyingisi ne, she, 30 punimnida. Demak, mana shu javoblardan qaysi birini aytadi? Eshitib ko'ramiz. 2 marta aytadi. 우리 내일 몇 시에 만날까요? 오후 3시 반은 어때요? 좋아요. 그럼 카페 앞에서 만나요. 우리 내일 몇 시에 만날까요? 오후 3시 반은 어때요? 좋아요. 그럼 카페 앞에서 만나요. Demak, ertaga biz nechida ko'rishamiz desa, tushlikdan keyin 3:30 qanday deydi. Yaxshi, unda kafeni oldida ko'rishamiz. Ha, yaxshi degan javob bo'ldi. Demak, soatni 2 marta ham demak diqqat qilib eshitgan bo'lsak, seshi pan degan so'zni tushunganmiz, 3 deb belgilaymiz. Keyingisi yana bizga qandaydir chekchalar ekan. Chekcha chipum kwaja, ya'ni shirinlik yozilgan. Birinchisida demak dona 6 dona, yosotki puli ham yosot chonwon 6,000 ya'ni 6,000 won ekan, ya'ni 6,000 won. Keyingisi kvajani bir donasi. Bu yerda 6,000 won. Kvajani bir donasi 6,000 won deyapti. Keyingisida kvajani 6 donasi chon won. 1000 so'm 6 donasi. Bu yerda narxga juda ham diqqat qilib eshitishingiz kerak ekan. Oxirgisi esa 5,000 won 5,000 won degan ekan. Eshitamiz. 손님,
어서 오세요. 이 과자 얼마예요? 1,000원이에요. 그럼 6개 주세요. 네. 손님, 어서 오세요. 이 과자 얼마예요? 1,000원이에요. 그럼 6개 주세요. 네. Demak, naqd so'radi. I 과자 얼마예요? Qanchadan dedi. Demak, 1,000won dedi. 1000 so'm dedi. Krom nima dedi? Shunda yozobga cho'zadi. 6 dona bering. Demak, 6 donasi 6000 won bo'ladi. Javob 1 bo'ladi. Chalg'ib qolmaymiz. Keyingisi, demak, Vichi joylashuv haqida ekan. Pekvajom oddiy ismli ekan. Savolda ham yozib qo'yibdi bu yoqqa. Pekvajom qayerda? Birinchi rasmga diqqat qilib olasiz. Chunki bu yoqda variantlarda qaraydigan narsamiz yo'q. Rasmda qarasangiz tepada Myongshil, yonida Otkagi kiyim do'koni, Sitaxo kir yuvish xonasi va Pekvajom bor ekan. Mana Pekvajomga e'tibor qiling. Mana bu yoqda alohida turibdi. Va Pozi Chongnyojan avtobus bekati ham bor ekan. Demak, eshitib ko'ramiz. Mayli, savolni ham qo'yamiz. 백화점은 Mhm. 어디에 있습니까? Pekvajom qayerda degan savol bo'ldi. 백화점은 어디에 있습니까? Variantlarga qaraymiz. 미용실 아래층에 있습니다. 미용실 아래층에 있습니다. 네, Myongshilning birinchi qavatida. Myongshilni qarasangiz, o'zi uni pastida emas. Pekvajom bu yoqda alohida turibdi. Ikkinchisi. 미용실 건너편에 있습니다. 미용실 건너편에 있습니다. Bu javob bo'ladi, yurobun. Chunki Myongshilning Konnopyon ro'parasida deyapti. Ro'parasi degan so'z, demak, Konnopyon, Majinpyon so'zlari bilan foydalanadi. Mana shu javobni belgilaymiz va qolganlarni ham bir eshitib ko'ramiz. 옷가게 아래층에 있습니다. 옷가게 아래층에 있습니다. Kiyim do'konining pastki qavatida, Ariching. Bu yerda Sitaxo bor. Shuning uchun bu ham xato. Keyingisi. 버스 정류장 옆에 있습니다. 버스 정류장 옆에 있습니다. Avtobus bekatining yonida. Avtobus bekatining yonida bo'lgani, mana bu yonginasida bo'lar edi. Lekin u yerda yo'q, ko'ryapsiz, yo'l bor, yo'lni bu tarafda turgani uchun Pekvajom Konnopyon degan javob to'g'ri bo'ladi. Keyingisiga o'tamiz. 38 ekan. Tirin yomg'ir qattin hosil ko'rishibshu. Bunday holatda eshitganingizni mazmuniga mosini tanlang. Bu holatda albatta variantlar qarang. Uzunroq bo'lgancha variantlarni bir o'qib olamiz. Birinchisi, Igosin Hangugi Yomyongan imshigimnida. Bu narsa Koreyaning mashhur ovqati. Imshigi mevoso mashi opsimnida. Bu ovqat achchiqligi uchun ta'mi yo'q. Igosin Hangugi tipyochogin suchulpumimnida. Bu narsa Koreyaning o'sha ko'pchilik mashhur bo'lgan eksport qilingan mahsulotidir deyapti. To'rtinchisi, emshik kaptos aso mani anmoqsimida. Bu ovqatning narxi arzon, ko'p yilmaydi deb aytyapti. Eshitib ko'ramiz ovqat haqida. 한국의 대표적인 길거리 음식입니다. 손가락 모양의 흰 떡을 고추장으로 양념해 볶은 음식으로 맵지만 맛있습니다. 값도 싸기 때문에 젊은 사람들과 학생들이 즐겨 먹습니다. 한국의 대표적인 길거리 음식입니다. 손가락 모양의 흰 떡을 고추장으로 양념해 볶은 음식으로 맵지만 맛있습니다. 값도 싸기 때문에 젊은 사람들과 학생들이 즐겨 먹습니다. Yurobun, ovqatni tayyorlashini aytdim. Yangnamjon bilan qovurib tayyorlanadi. Koreyaning mashhur ovqati. Narxi ham arzonligi uchun talabalar, yoshlar ko'p yeyishadi deb aytdi. Demak, to'rtinchi javob xato. Narxi arzon, lekin ko'p yilmaydi deganligi uchun to'rt chiqib ketadi. U yerda narxi arzon, ko'p yiladi dedi. Va Koreyaning milliy ovqati degan uchinchi javobim chiqib ketadi. Eksport qilingan ovqat emas ekan bu. Suvchul. Kilkori degan o'sha yo'lda ko'pincha yeyiladigan ovqat deb aytyapti. Xo'p,
Birinchi javobga e'tibor qiling. Bu narsa Koreyaning milliy, o'sha mashhur ovqati. To'ppa-to'g'ri javob. Keyingisi bu ovqat achchiqligi uchun ta'mi yo'q. Meptiman mashissimnida deb aytdi. Achchiq-u, lekin mazali. Shuning uchun ikkinchi javobim xato. Keyingisi 39 eshitib ko'ramiz. 여러분, eshitishdan oldin bitta matnlarga e'tibor qilaylik. 남자가 놀이방에서 놀이를 불렀어요. Erkak karaokexonada qo'shiq kuyladi. Ikkinchisi, 여자가 친구들하고 놀이공원에 갔습니다. Ayol do'stlari bilan birga o'yin bog'iga bordi. Keyingisi, 여자가 놀이방에 갔어요. Ayol 놀이방ga bordi, o'sha karaokexonaga bordi. Keyingisi, 두 사람은 놀이방에 갔어요. Ikkita odam, mana shu suhbatlashayotgan ikkita odam 놀이방ga bordi deb aytyapti. Qani suhbatdan bilib olamiz qaysi to'g'ri ekan. 어제 저녁에 뭐 하셨어요? 친구들하고 노래방에 가서 노래를 불렀어요. 아주 재미있었어요. 어제 저녁에 뭐 하셨어요? 친구들하고 노래방에 가서 노래를 불렀어요. 아주 재미있었어요. Demak, o'zi 저녁에 뭐 하셨어요 degan savolni yigit berdi. Kecha kechqurun nima qildingiz? Shu gapni o'zidan to'rtinchi javob chiqib ketadi. Chunki ikkalasi birga bo'lganda, masalan, birga Noripanga borganda bu savolni bermas edi. Shunda qiz 친구들하고 같이 Noripanga 갔어요. Do'stlarim bilan birga Noripanga bordik. Qo'shiq kuyladik, juda zavqli bo'ldi deb aytib o'tdi. Demak, ayol Noripanga borib qo'shiq kuylagan va bu javob 3 ta berilgan. Bir, namja Noripanga borib qo'shiq kuylagan deyapti. Namja emas. Namja so'radi bundan. Ikkida, qiz do'stlari bilan o'yin bog'iga bordi. Yo'q, bu Noripanga bordik, qo'shiq kuyladik degan uchun javob 3. Oxirgi titki testni eshitib ko'ramiz. Avval variantlarni ko'ramiz. 한국이 가려고 사진을 찍었습니다. Koreyaga borish uchun rasm tushdi. 가족을 보려고 사진을 찍었습니다. Oilasini ko'rish uchun rasmga tushdi. 여권을 만들려고 사진을 찍었습니다. Pasport tayyorlash uchun rasmga tushdi. 시험을 보려고 사진을 찍었습니다. imtihon topshirish uchun rasmga tushdi. Demak, hammasida rasmga tushdi degan variant bor. Faqat mo haryoko nima qilish uchun degan savolga javob topishimiz kerak. Buni matndan bilib olamiz, eshitamiz. 여권 만들 거예요. 잘 찍어주세요. 네. 여기 보세요. 찍습니다. 여권 만들 거예요. 잘 찍어주세요. 네. 여기 보세요. 찍습니다. Demak, yoqqon tayyorlatish uchun rasmga tushirishim kerak. Chiroyli tushirib bering dedi. Ha, bu yoqqa qarang, tushirdim deb aytdi. Demak, javob yoqqon mandilyoqo sacinni 찍었습니다. Pasport tayyorlash uchun rasmga tushdi. Yuribun, demak, bizning 22 minut daqiqamiz qoldi. Tushuntirib ishlaganligimiz uchun biroz vaqtimiz ko'p ketdi. Endi ilkida ulgurishimiz kerak mana shu vaqtda. Demak, mana biz hammasini ishladik, ilkiga qaraymiz. Demak, birinchisiga qaraymiz. Bu nima ekan? Golpi. Demak, 4 ni belgilab ketamiz. Qolgan so'zlar oson tanish. Ikkinchisi, demak, bu so'zlar sal notanish bo'lishi mumkin. Demak, lampa degani bu yoritish chirog'i, ya'ni lampa degani. Keyingisi, open changap degan so'z bor. Bu duxovkada ishlatiladigan qo'lqop, ya'ni duxovkada qo'l kuymasligi uchun ishlatiladi. Keyingisi, murib pohodi. Tizza himoyalovchi asbob, demak, mana shu narsa 3 ni belgilaymiz. Keyingisi, cholyon changap bo'lsa, bu tok o'tkazmaydigan changap hisoblanadi. Keyingisi, sajinil pogo ismida, shinmunil pogo ismida gazeta ko'ryapti. Keyingisi, kamerani ko'chiga ismida kamerani tuzatyapti, sajinil chekko rasmga tushyapti. Demak, ikkinchi javob to'g'ri.
Bilamiz rasmda shinodon turibdi, svetofor. Bu 3-javobda turibdi. Birinchisi yukyo, ya'ni piyodalar o'tish ko'prigi. Ikkinchisi chiado, yer osti yo'li. Keyingisi Hengdanpodo, bu piyodalar o'tish joyi, zebra chizig'i. Davom etamiz. Keyingisi, hop, bu yerda grammatik savol beribdi. Kimchi chigiril opsoyo. Ildirildan keyin fe'l keladi, issoyo opsoyo kelmaydi. Shuning uchun bir xato hisoblanadi. Ikkinchisi, subakva sagvaril mogoyo. Juda ham oson grammatika. Va kva grammatikasi. Va patchim bo'lmasa, kva esa patchim bo'lsa ishlatiladi. Shuning uchun ikki ham xato. Uchinchisi, soryu egi chaksong hechosayo. Dokumentga, hujjatga yozib bering deyapti. Bu yerda egi so'zi xato. Agar ga demoqchi bo'lsak, buni soruye deyishimiz kerak dedi. Egi esa faqat jonli narsalarga, odamlarga ishlatilishi mumkin. To'g'ri variant nima uchun? Paji va, mana va'ni patim yo'q holatda va qo'llayapti. Paji va pampajiril iboyo. Shin va shorti kiyaman deyapti ekan. Davom etamiz. Keyingisi ham xuddi shunaqa. 이 강아지는 달리기를 아주 잘하네요. xato. Bu kuchukcha yugurishni juda yaxshi qiladi. Bu yerda hadakni o'tgan zamonda bunaqa qilib ishlamaydi. Keyingisi chonin kirimil kirigo 요진 씨는 chigil ilgoyo. Ikki javob to'g'ri. Chunki ilgoyo so'zi haqiqatdan to'g'ri qo'shilgan. 선생님께서 학생들에게 chigil ilga 쳤어요. Ustoz o'quvchilarga kitob o'qib berdi. Ilgo bo'lish kerak edi, o bo'lish kerak edi. Bu yerda a, shuning uchun xato. 이사님께서 회의에 참석하셨습니다. Bu xato. Boshliq, ya'ni direktor majlisga qatnashyaptilar desak nima bo'ladi? Chamsoq hasimnida bo'ladi. Simnida xato. Bu patchim bo'lgan holatda qo'shilish kerak edi. Shi qo'shilgani uchun binida qo'shilish kerak edi. Javob 2 bo'ldi. Davom etamiz. Keyingisi sizlarga yorug'ini yaqinlashtirishni iloji yo'q ekan, kichkinagina qandaydir o'sha reklama banneri ko'rinyapti. Ya'ni Vigogin Chonyong Chilyo Anni. Chet elliklar uchun maxsus davolash ma'lumoti. Demak, bu yerda koreyslar emas, chet elliklar davolanadi va bo'limlar Chikwa, tish shifokori, Ankwa, ko'z shifokori, Pibu, teri, Nikwa, ichki kasalliklar bo'limi ekan. Joylashuvi berilgan va pastda ko'k bilan e'tibor qilsangiz, Iryoiriman, Muryo, Chilyo, Sobisevil, Jigonamnida. Yakshanba kuni tekinga o'sha davolash xizmatini taqdim etamiz deb aytilyapti. Keyin Chilyo shigan, chumal ojon ohobshi pan, putto ohu tasotshi pan imnida. Demak, ertalab 9:30 dan kechki 5:30gacha ekan. E'tibor qilamiz. To'yoiri Pyongonil savolni bitta o'qiylik yorug'im. Nuga Muryo Chirol padul sistemida. Kim tekinga davolash oladi? Kim borsa? Shanba kuni Pyongonil Pangmun Hanin Hanguk Saram. Shifoxonaga borgan koreys odam. Bu o'zi Vigogenlar uchun bo'lgani uchun koreys odam bu yerda davolash ololmaydi. Iryoiri Chikwaril Pangmunanin Hanguk Saram. Yana Hanguk Saram. Yakshanba kuni tish shifokoriga tashrif buyurgan koreys odami xato. To'yoiri Ankwaril Pangmunanin Nepal Saram. Shanba kuni ko'z shifokoriga borgan nepallik odam. Bu shanba kuni borganligi uchun tekin olinmaydi. Chunki faqat yakshanbada tekinga davolaymiz degan javob 4 bo'ldi. Yakshanba kuni ichki kasalliklarga tashrif buyurgan vyetnamlik Saram. Endi tantano pandemaril moshinglikka quyidagi so'zni teskari ma'nosini toping deyapti. Xirida bulutli, xira degan ma'noda, makta ochiq degan ma'noda keladi. Qolgan so'zlar bu yoqqa to'g'ri kelmaydi. Keyingisi, endi keyingi so'z bilan bog'liq bo'lgan so'z nima? Wancherio degani xom ashyo. Yorokaji chiryoril soknin kigi. Bir nechta o'sha xom ashyolarni aralashtiradigan asbob, ya'ni kigi, stanok. Bu xato gap. Ikkinchisi, mulgonil chiqson halte sini nuguyimnida. Ya'ni narsalarni o'lchayotganda ishlatiladigan dugu, ya'ni o'shandagi apparat deyapti. Bu xato. Keyingisi, chipumil pujan haltesini nuguyimnida.
narsalarni upakovka qilayotganda ishlatiladigan asbob emas. Keyingisi chipumil mandilti sayamhanim chiriyo. O'sha chipum mahsulotlarni yasayotganda ishlatiladigan chiriyo. Chunki xom ashyo bo'lgani uchun aynan 4 to'g'ri keladi. Xom ashyodan tayyorlanadi hamma mahsulotlar. Bu yerda tartibni topishimiz kerak. Tartibga qarasangiz strelka bilan berilgan. Chipumil paksi tamayo. O'sha mahsulotni qutiga solamiz. Keyingisi paksi repeler puchoyo. Ya'ni paksiga yorliqni yopishtiramiz. Yorliq yopishtiryapti. Keyingisi paksiril shiroyo. Paksini ortamiz. Nimaga? O'sha nimaga? Mashinaga ortyapti. Shitda so'zi ortmoq, shiroya tepulgichga o'zgaryapti. Demak, S, B, A yo'nalishidagi javob to'g'ri. Bu 3 bo'ladi. Keyingisi. Endi birinchi bug'uni topishimiz kerak. Bu uchun bu so'zni bilishimiz kerak, yo'q. Bu yerda kitki panel degani chizish panel ignasi. Nimaga chizish ignasi desangiz, bu metalga chizish ignasi. Kim kitki bo'ladi? Qolgan javoblar to'g'ri emas. 12. Chonin saramdiri moriril hanin chigobil hamnida. Men odamlarni sochini turmaklaydigan kasbni qilaman. Soch haqida. Demak, bu miyongsa bo'ladi. Chorisa oshpaz bo'ladi. Yorisa ham demak oshpaz, chorisa ham yo'robon oshpaz degani. Ya'ni choriy pishirish degan so'zdan olingan. Kyongchalgon politsiya xodimi. Birni tanladik, davom etamiz. Keyingisi pamsi changmonil yorono kochaso achimi eronatoni. Momomo. Kechqurun derazani ochib yotganligim uchun ertalab uyg'onganimda nimadir bo'libdi. Kiriso tugovun charil mashigo muqtoriral hissimnida. Shuning uchun issiq choy ichib sharf bog'ladim. Kirido naji animyon piyog'oni hal yejonimda. Shunda ham tuzalmasam shifoxonaga bormoqchiman. Demak, tomog'i og'ribdi, issiq choy ichibdi, kechqurun derazani ochgan. Sohaga chal antestimnida. Kasallik alomati, hazm yaxshi bo'lmaslik, aloqasi yo'q. Moriga qaryapsizmida, boshi qichimoq, ya'ni boshi qaryapti degan so'z bu. Yo'q, shu boshni qichiganda ishlatadi, ya'ni qichishdi degan ma'noda kelyapti-da. Xo'p, kamgi kolyostimnida javob 3 bo'ladi. Sol saril hissimnida bu ichib ketmoq bizga kerak bo'lmagan javob. Keyingisi koyangi innin kajogegi sengal peril puniya haninde inini kagi choni entonesiro ilril koagin hissimnida. Vatanimda bo'lgan oilamga kundalik xarajatlariga pul jo'natishim kerak edi. Bankka borishdan oldin internet orqali nimani tekshirdim? Yig'im degani pul yig'ish, falyul degani bu valyuta kursi, hanjon pul almashtirish, yo'g'im, so'nggi pul jo'natish. Demak, bu internet orqali valyuta kursini tekshirgan bo'lishi mumkin. 2 javobni belgilaymiz. 15. O'nirin chongsoril har yo'ga hamneda. Bugun tozalash qilmoqchiman. Monjo pangi innin monjeril. Avval xonadagi changni nimadir qilib, chongsogeril toldimnida, keyin plisosni ishlataman deyapti. Changni qoqmoq degan so'z bor, yo'g'im, tolda. Tolga naso. Bu yerda ham go naso grammatikasi ham mos kelyapti. Aynan shu mos uchun shu javobni belgilaymiz. 16. 12 minut vaqtimiz qoldi, yo'g'im. Konsol 현장에서는 높은 곳에서 작업할 때 을을 반드시 착용하도록 하십시오. Qurilish joylarida, baland joyda ishlayotgan paytda nimanidir albatta taqishga harakat qiling. Nimani? Xavfsizlik kamarini. Xavfsizlik kamari degan so'z anjonda 3 ta turibdi. Kiyimagi quloqqa taqiladigan shovqindan saqlovchi asbob, maska, po'xodi degani himoya kamari. Demak, anjonda xavfsizlik kamari ko'ramiz. Piga 올때 머리와 몸이 젖지 않도록 쓰는 물건입니다. Yomg'ir yog'ayotganda, ya'ni tushuntiryapti mana bu yoqdagi so'zlarni. Tanamiz ho'l bo'lmasligi uchun ishlatiladigan narsadir. 손잡이가 있고 펼치면 덩길기 넘어집니다. Qo'l ushlagich ham bo'lib, yoysangiz dumaloq bo'lib
doira bo'lib kengayadi. Bu narsa albatta o'san haqida gapirilyapti. Qolgan so'zlar mos kelmaydi. 18. 며칠 전부터 원수가 잘 나오지 않아 샤워를 하지 했습니다. 못했습니다. Bir necha kundan beri issiq suv yaxshi chiqmaganligi uchun dush qabul qilolmadim. 그래서 반장님께 말씀드렸더니 이번 주말에 온수 시설을 고쳐 주시겠다고 하셨습니다. Shuning uchun boshliqqa aytgan edim, shu safargi hafta oxirida issiq suv inshootini tuzatib beraman deb aytdi. Issiq suv inshooti demak bu xonadagi o'sha ta'mirlash ishi haqida va bu 3-javobdan kelyapti. Hangi munji bo'lsa havo almashishining muammosi. Ning fang shesol bo'lsa sovutish inshootlari. Keyingisi shesol poso bo'lsa demak ta'mirlash ishlari. Kuytong shesol transport inshootlari bizga 3-javob to'g'ri. Endi yana bizda qandaydir Harin hengsa chegirma tadbiri ekan. Chegirmaga e'tibor qilsangiz, demak yangmal bor, ummonva bor va kudu bor ekan. Oyoq kiyimlar, shimballar bor ekan. Birinchisi ochonvoni sikyolli yangmalil pannamnida. 5000 wonga, demak 3 juft naski o'sha paypoq sotib sotiladi. To'g'rimi shu gap? Xato, chunki 5000 won deyapti va 2+1 yorobun. 1+2 emas, e'tibor qiling, 2+1, ya'ni ikkita sotib olsangiz bitta beradi. Bitta sotib olsangiz ikkita qo'shib bermaydi. Boshida men ham shunga biroz chalg'idim. E'tibor qilib qarasam, demak bu yerda qachonki ikkita sotib olish uchun 10,000 bo'lishi kerak va bitta qo'shib beradi. Shunda 3 juft olasiz 10,000 ga. Kudukuda undonwa harin egi mansimledi. Tufliga qaraganda krossovkani chegirma miqdori ko'proqmi? Qarang, avval 60,000 bo'lgan narsa 55,000 ga tushibdi, 5,000 tushibdi undan va. Tufliniki esa 10,000 tushgan, 35,000 lik narsa 25,000 bo'lgan. Bu ham xato. Uchinchisi undan va tukilli samyon hankilli muryolnida. Krossovkani ikkita sotib olsangiz bitta tekin. Unaqa gap yo'q bu yerda. Faqatgina narxi tushgan xolos. To'rtinchisi manvoni sikyolli yangmalil pamni hamneda. Demak, 10,000 wonga 3 juft naski sotib olasiz. Bu to'g'ri variant. Paypoqni haqiqatdan ham ikkita olamiz, 10,000 ga uchinchisini qo'shib beradi. 20-chi oxirgi test. Hangugesonin saramdiri kapeso kopiril chachumasinida. Koreys odamlar, demak Koreyada odamlar kafeda kofeni tez-tez ichishadi. 특히 ayniqsa mobil 주문 서비스를 이용하면 메뉴와 가격을 미리 확인할 수 있고 매장에 도착하기 전에 주문을 완료할 수 있습니다. Ayniqsa mobil telefon orqali buyurtirish xizmatidan foydalanib menyu va narxlarni oldindan tekshirish mumkin va sotuv joyiga yetib borishdan oldin buyurtmani bajarishi mumkin. Yetib kelishiga o'zi buyurtma tayyor, buyurtirilgan narsa. To'g'an yoki yana demak karta orqali va kanpyon kyoji oson hisob-kitob qilish ilovalari kabi turli xil 다양한 kyolji 방법을 사용할 수 있고 일부 매장은 적립 포인트나 쿠폰을 제공하기 때문에 많은 사람들이 이용합니다. ya'ni karta orqali yoki oson to'lovchi ilovalar orqali turli xil hisob-kitob qilish usullaridan foydalanish mumkin va deyapti o'sha savdo joyidan oladigan mana shu jamg'arilgan ballar bor. Bunday chongnib pointi degani o'sha bonuslar, jamg'arilgan ballar hamda kuponlarni demak taqdim qilganligi tufayli ko'p odamlar bundan foydalanadi. Demak, necha martadir buyurtma berib boraversa, ma'lum bir ball jamg'arilib boradi. Uni keyin bularga xarid qilib yoki chegirma qilib ancha narsa sotib olishi mumkin. Demak, shu narsa yo'lga qo'yilgan ekan. Variantlarga qaraymiz.
mobillo 주문 시키면 배달이 줍니다. Mobil orqali, telefon orqali buyurtma qilsangiz yetkazib beradi. Yetkazib berish haqida bu yerda gapirmadi. Odamlar o'zi yetib borguncha buyurtmani tayyor qilib qo'yish haqida gapirdi. Ikkinchisi, 미장에 도착해야만 주문할 수 있습니다. Ya'ni o'sha joyga, sotuv joyiga yetib borsangizgina buyurtma qila olasiz. Bu xato. Keyingisi, mobil 주문 시 쿠폰을 받을 수 있습니다. Mobil buyurtma vaqtida kupon olishingiz mumkin. Bu to'g'ri javob. Chunki aytib o'tdi, kupon olishingiz mumkin. Mobil 주문은 menyu 할인이 bo'lganingizda. Mobil orqali o'sha buyurtirilgan menyuni tekshirish noqulay, imkonsiz degan ma'noda kelyapti. Bunaqa gap bo'lmadi, javob 3 bo'ladi. Xo'p, demak tugatdik yorobun. Yana titkilar chiqyapti. Endi oxiriga borish uchun yana bir martadan bosib chiqyapman. Demak hammasiga javob beribmiz mana. 40 ta savolga ham javob berilgan va bizga endi hozirgi 2026-tizim bo'yicha sizga birdaniga nima chiqadi? U yerda daltonik testlar chiqadi. Bosamiz, daltonik testga o'tadi. Mana bu yoqqa e'tibor qilsangiz 69 variant. Keyingisi 12 ni ko'ryapman men. Ko'zim charchagan adashmasam, chunki tungi 12 bo'lyapti yorobun soat va 45 ni ko'ryapman. Xo'p. Keyingisi 10. Menimcha yana bitta chiqsa kerak. Xo'p, 10. Endi 5, ya'ni oxirgi. Bismillah, endi javobni tekshiramiz. Reklama chiqib qoldi-yu. Reklamani o'tkazib olamiz endi. Hozir tugasinchi. Reklamali bot ekan, lekin juda ham foydali ekan, ya'ni o'zingizni tekshirish. Yorobun, demak biz 100%, 40dan 40 ta yechibmiz va 100 ballga ega bo'libmiz. Ko'zni tekshirish bo'yicha ham demak hammasi to'g'ri ekan. Demak, mana shunday qilib o'zingizni testdan oldin bir sinab olsangiz sizlarga foydali bo'ladi. Shu bilan jonli efirimni yakunlayman.